Turk qo'shnimga o'sha trendga chiqqan Iskandar kabobni tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi qiyma, piyoz, qatiq, ziravorlar. Yaxshilab qiymamizni pishitamiz. Iskandar kabobi mazasi ham shu qiymani yaxshilab pishitishda bo'ladi. Va kalka qog'ozda xuddi videoda ko'rsatilgandek yuvqa qilib yoyib olamiz. Shuni o'rab, oldindan qizdirilgan duxovkaga 200 gradusga 30 daqiqaga pomidor bolgarskiy bilan birga jo'natamiz. Tayyor bo'lguncha sous tayyorlaymiz. Pomidor tomatidan va alohida idishda sariyog' eritib olamiz. Donerlarimiz tayyor, shunaqa mazali sochli bo'lib chiqadi. Donerlarimizni shunaqa maydalab chiqamiz. Tarelkaga nonimizni to'g'rab olamiz. Men pide ekmeği to'g'rab oldim. Xohlasanglar uyda pishirsanglar ham bo'ladi. Doner, sous va sariyog'ini ustidan quyib yuboramiz. Qatiq bilan podacha qilamiz. Bu retsept bilan juda ham mazali, juda ham sochli chiqibdi, lekin asosiy bahoni turk qo'shnim berdi. Uni sinovdan o'tdi. Unga juda ham yoqdi. Albatta tayyorlab ko'ring.